24-mart soat 12da rasmiylashtirgan bo'lsak, Bugun biz Zonker V20 apparatini Bekobod shahriga Medis klinikasiga o'rnatish uchun olib keldik. Assalomu alaykum hurmatli hamyurtlar. Mana bugun biz Bekobod shahar Medis klinikasiga Hightech Arent Medical kompaniyasi orqali Zonkari V20 ultratovush tekshiruv apparatini, ya'ni UZI apparatini Medis klinikasiga olib kelib o'rnatilib, hamda mutaxassisimizga to'liq tushuntirish va uqtirish ishlari amalga oshirildi. Bizni quvontiradigan moslama juda bizga ma'qul keldi. Zamon talablariga javob beradigan, eng asosiysi 1 yil davomida UZI apparati bepul texnik ko'ruvdan o'tkazib berilishi nihoyatda ma'qul. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.